Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda mashhurlarning farzandlari mashhurlikka qanday erishganliklari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Ularning fikrlarini sizlarga namoyish etishga harakat qilamiz. Mashhurlarning farzandi mashhurlikka qanday erishgan deb qo'yilgan savolga Bobur Yo'ldoshev quyidagicha javob bergan. Bobur Yo'ldoshev, aktyor. San'atda o'z mehnatim, iqtidorim orqali oyoqqa turishni niyat qilganim uchun familiyamdan sira foydalanmaganman. O'zimni Bahodir Yo'ldoshev yoki Rima Ahmedovaning o'g'liman deb tanishtirishni yoqtirmasdim. Lekin yashirmayman, familiyam juda ko'p foyda bergan. Xalq san'atini tan olgan odamlarning farzandi bo'lishimning yuki shunda ediki, doim Bobur Yo'ldoshev nimalarga qodirligini isbotlashimga to'g'ri kelardi. Rosti, san'atda ota-onamning familiyasidan boshqa yordami tegmagan. Chunki ota-onam san'atkor bo'lishimni istashmagan. Shuning uchun Respublika yosh tomoshabinlar teatriga ishga kirganimda onam u yerdagilarga Boburni qiynab ishlatinglar, chidolmay san'atdan o'zi voz kechadi degan ekan. Biroq men chidadim. Bobur Yo'ldoshev O'zbekiston xalq artistlari Bahodir Yo'ldoshev va Rimma Ahmedovaning o'g'lidir. Dildora Rustamova, suxandon, aktrisa. Ota-onam san'at sohasida o'z o'rniga ega bo'lgani uchun ijodkorlar meni iliq qarshilashgan. Xalqning nazariga esa o'z mehnatim hamda tirishqoqligim bilan erishganman. Hech qachon familiyamdan foydalanmaganman va biron kishi bu Nasriddin Rustamovning qizi deb qo'llab-quvvatlab yordam bermagan. Rahmatli otam, o'z kuchingga ishonsang, tanlayotgan kasbingda yutuqlarga erishishingga ko'zing yetsa, olg'a harakat qilgin. Bizlarga ishonib qolma. Unutma, bizning mashhurligimiz ortidan tanilishni istasang, bu vaqtinchadir. O'z mehnating bilan erishganing esa totli va bir umrlikdir deb uqtirgan. Bu sohaga kirib kelishimda qo'yilgan ilk qadamim to'g'ri bo'lgan. Shuning uchun o'z o'rnimni topib kelyapman. Yutuqlarimning poydevori esa ota-onamning duolari samarasidir. Dildora Rustamova marhum aktyor Nasriddin Rustamov va aktrisa Gulnora Rustamovalarning qizidir. Alisher Uzoqov, aktyor va xonanda. San'at sohasiga kirib kelishda familiyamdan foydalanganimda bugun muxlislar meni Alisher Uzoqov emas, balki Shohida Uzoqovaning o'g'li sifatida tanirdi. Yoshligimdan ota-onam "Yur, falonchi san'atkorning yoniga olib boraman, senga ustozlik qiladi" deyishganlarida rad etardim. San'at institutiga hujjatlarimni topshirmoqchi bo'lganimda ilk bor onamning "Ustozimning yoniga olib boraman, u kishining qo'lida o'qiysan" degan gapiga quloq solmaganimga afsuslanaman. Onamning ustozi Shohida, biz Toshkent davlat san'at institutiga kelishgan yigitlarni qabul qilamiz. O'g'ling hujjatlarini qo'g'irchoq aktyorligi bo'limiga topshira qolsin deb meni aktyorlik va drama fakultetiga qabul qilmagan. Agar o'sha paytda familiyamni rukach qilganimda o'qishga kirib olishim mumkin edi. Biroq baribir o'z kuchim bilan shu institutga o'qishga kiraman, aktyor bo'laman deb o'z-o'zimga so'z berganman. Va onamning ustoziga nimalarga qodirligimni ko'rsatib qo'yish alami bilan 1 yildan so'ng niyatimga yetganman. Shu kungacha onamning san'at borasidagi yordamini qabul qilmayman. Hozir ham Shohida Uzoqovaga qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Bir tomondan ota-onam o'z kuchim bilan oyoqqa turishga intilayotganimdan xursand bo'lishardi. Uzoqovlarning san'atdagi menga bergan yagona va eng katta yordami
san'atkorlar oilasida dunyoga kelganim va san'at menga avloddan o'tganidir. Xalq e'tiboriga tushishimda esa mehnat va omad menga hamroh bo'lgan. Familiyam menga sira yordam bermaydi, balki qiyin vaziyatlarga solib qo'yadi. Sababi Uzoqovlarning san'atda qilgan ishlarining 1% ham bajara olganim yo'q. Nega Ma'murjon Uzoqovdek qo'shiq kuylamaysiz? Uzoqovlar sulolasiga munosib davomchi bo'la olyapsizmi? degan savollar yelkamdagi yukni og'irlashtirib, meni qiynab qo'yadi. Alisher Uzoqov, O'zbekiston xalq hofizi Ma'murjon Uzoqovning nabirasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Muhammadjon Uzoqov va Shohida Uzoqovaning o'g'lidir. Nilufar Usmonova, xonanda. Xalq xizmatlari tadbirlarida meni Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar Usmonova deb e'lon qilishardi. Bu menga mutlaqo yoqmasdi. Nega meni o'z nomim bilan sahnaga chaqirishmaydi deb jig'ibiyron bo'lardim. Lekin tan olaman, san'atda o'z mavqeimga erishishimda familiyamning ta'siri bor. Biroq men falonchining qiziman deb qo'l qovushtirib o'tirmaganman. Onamning qattiq talablari va umuman san'atdagi barcha qiyinchiliklarni bir o'zim yengib o'tganman va o'tyapman. Xudoga shukr, oxirgi 5 yillikda o'z nomimga ega bo'ldim. Endi meni Nilufar Usmonova deb e'lon qilishyapti. Nilufar Usmonova, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning qizi. Samandar Hamroqulov, xonanda va aktyor. So'z ustasi Rustam Hamroqulovning farzandi ekanimni bilishlarini istaganman. San'atga kirib kelganimdan buyon ba'zilar hatto hozirgacha meni Nuriddin Hamroqulovning qarindoshi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin xalqqa tanilish maqsadida familiyamni suiiste'mol qilmaganman. O'z mehnating, harakating bilan erishgan olqishing totli bo'ladi. Qolaversa, hammani qanday ter to'kkaniga yarasha baholashlarini istayman. Jamiyatda o'z o'rnimni topaman degan kishi faqat mehnati bilan yuzaga chiqishi mumkin. Otam 1989-yili vafot etgan. Bu kishiga san'atga qiziqishim yoqardi. Mening o'g'lim Michael Jackson, qani bir Jacksonga o'xshab raqsga tushib bering-chi, derdi. O'sha vaqtlarda 7-8 yoshlarda edim. Afsuski, erishgan yutuqlarimni ko'ra olmadi. Samandar Hamroqulov, so'z ustasi Rustam Hamroqulovning farzandi. Ali Otajonov, xonanda va aktyor. Hech qachon oldimga xalqqa tanilaman degan maqsad qo'ymaganman. Chunki menga o'z kasbining ustasi degan e'tirofning o'zi yetadi. Otajonovlar san'atda pul topamiz degan maqsadda bu sohani tanlamaganini juda yaxshi bilaman. San'at Xudo tomonidan yuqtirilganini ich-ichimdan his qilaman. Bobom, yetuk san'atkor bo'lishingga ko'zing yetsa, ishimizni davom ettirishingga ruxsat beraman, yo'qsa yig'ishtirasan degan. Chunki bobom Ortiq Otajonov degan nomga o'z mehnati bilan erishgan. Bu yo'lda u kishi menga o'rnak. Bobom bilan bir davrada kuylashga qo'rqaman, salobati bosadi. Otajonovlar singari san'atda o'z o'rnimni topishim kerak. Shu yo'lda familiyamdan foydalanmasdan oyoqqa turishga harakat qilyapman. Bobom va tog'alarimning menga beradigan birgina yordami shuki, konservatoriyada beriladigan bilimlarni uyda ulardan olish imkoniyatiga egaman. Ali Otajonov, O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning nabirasi, xonandalar Ulug'bek va Jahongir Otajonovning jiyanidir. Farruh Komilov, xonanda. Nima qilmay Ravshan Komilovning o'g'li bo'lib qolaveraman. Lekin menga Ravshan Komilovning o'g'li yo kichkina Komilov deb murojaat qilishlaridan jahlim chiqadi, g'ururimga tegadi. Xudoga shukr,
oxirgi 2 yil ichida Farruh Komilov degan so'z nomiga ega bo'ldim. Hattoki san'atga kirishimdan avval Ravshan Komilovning o'g'li degan gap so'zlar bo'lishini bilgan holda otam familiyamni o'zgartirmoqchi bo'lganida rad etgandim. Xato qilganimni keyin tushunganman. Xalq xizmatlari davralarida haqligimni isbotlashga to'g'ri kelib qolsa ham ichimda Farruh o'zingni bos, hozir qaytaradigan javobing 2 barobar qimmatga tushadi deymanda indamayman. Keyin otam bilan bir davrada uchrashib qolishni aslo xohlamayman. Bu xarakterimdan otam ranjib, o'g'lim mendan uyalasanmi degan vaqt ham bo'lgan. Shunda muxlislar Ravshan va Farruh Komilovni alohida qabul qilishlarini istashimni aytganman. Farruh Komilov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilovning farzandi. Bilasizmi? Angelina Jolie aktrisalik faoliyatini boshlaganda uni mashhur aktyor Jon Voightning erkatoyi emas, balki mustaqil inson sifatida qabul qilishlari uchun rosa kurashgan. Kunlardan birida suratga olish maydonchasida unga Voigt xonim deb murojaat qilishganida jahl bilan: "Men o'zimni tanishtirdim shekilli. Mening ismim Jolie, shunchaki Angelina Jolie. Voigt familiyasini dadam bilan gaplashganingizda ishlatasiz", deb keskin qaytargandi. Yuqorida sanab o'tgan xonanda va aktyorlarimiz, suxandonlarimiz hozirgi kunda o'zlari mustaqil xalqimizning e'tiboriga tushgan. Ular o'z kuchlari bilan ushbu mavqelarga erishgandir. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.